Daniya Shimoliy Qutb rayonini o'z ichiga olgan Xitoy, Eron va Rossiyaning josuslik tehdidining kunsiri kuchayotganligini doklad qildi. Daniya bexatarlik va axborot idorasi bayonotida mundaq dedi. Uning yer sharidagi aktiv roli davlatni jalb qilish kuchiga ega qildi. Daniyaga josuslik qilishga urinishning nurg'un misollari bor. Azerbayjonda Prezident İlham Aliyevning ishtirok qilishi bilan 240 megawattlik tok chiqarish planlangan Surat Absheron shamol elektr stansiyasining uli qurildi. Saudiya Arabiston Energiya ministri Shahzoda Abdulaziz bin Salman Aliyev bilan birga Saudiya Arabistonning ACWA Power şirkati qurmoqchi bo'lgan elektr stansiyasining ul silish marosimida qatnashdi. Shvetsiya Tantarbiya ministri Anders Ygeman 2022 yillik Beijingda o'tkazilgan qishliq olimpik tanharkat musobaqasiga hukumat sifatida qatnashmaydiganligini e'lon qildi. Shvetsiya Tantarbiya ministri Anders Ygeman davlatning rasmiy xabar agentligiga bergan bayonotida buning siyosiy yoki diplomatik boyqut emasligini aytdi. Amerika va bir qism g'arb davlatlari Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik va Xitoydagi boshqa kishilik huquq buzarchiligini bahona qilib, olimpikni boyqut qilishni qaror qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev bilan telefonda suhbatlashdi. To'qayev Rossiyaning yordamiga minnatdorlik bildirgan yig'inda a'zo davlatlarning Qozog'iston zamindan mos holda chekintirishning boshlanishiga munosabatlik masalalar muzokara qilindi. Salvadorda nurg'unlagan jurnalistlar va faoliyatchilarning telefonining Isroilga joylashgan NSO guruhi tadqiq qilib yasab chiqqan Pegas josuslik yumshoq detali bilan o'g'irlanganligi oshkorlandi. Yana bir tarafdan Polshadagi parlamentning yuqori palatasi Kengash palatasida o'tkazilgan bilet tashlashda Pegasus josuslik yumshoq detalini ishiltish to'g'risida tekshirish komiteti qurish qabul qilindi. Turkiyaning tunji yanchuq sun'iy hamrohi olam qatnashi atirti loyilab chiqqan bo'lib, asosliq aloqa faoliyatlarini amalga oshirish uchun Zonguldak Bolin Esvit Universiteti qurilish fakultetining o'quvchilaridan tarkib topgan Gerizo 263 olam kemasi SpaceX raketasi bilan uçgan. Bu sun'iy hamroh 252 kilometr tuvan yer orbitasida 4 yil 8 oy mashg'ulot qilishni planlangan. Musulmonlarni qo'rqitish siyosiga amal qilgan Qizil Xitoyning Hasan Himmat ismli bir Uyg'ur turk ayolga bolalarga Qur'on o'rgatganligi uchunla 14 yillik qamoq jazosi berilganligi bayon qilingan. Sud mahkamasining amaldori 57 yoshli ayolga berilgan turma jazosining sababini dalillab mundaq dedi. U atrofdagi bolalarga Qur'on o'rgatdi. Soqchilar uning uyiga besib kirganda, u yana 2 nusxa Qur'onni yoshirib qo'ygan.